Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Savolimiz Rossiyadan Aleksandr tomonidan berildi. Juda yaxshi savol. Assalomu alaykum, Aleksey. Afsuski, jamoatda boshqalar haqida g'iybat va tuhmat tarqatayotgan imonlar ham bor. Bunday odamlar qattiq alam va ixtilof keltiradi. G'iybatchilar bu hayotda jazolanadimi yoki Xudoning hukmini abadiyatda kutish kerakmi? Odamlar shunday ixtilof keltirayotganida, ular bu hayotda jazo oladimi yoki faqat Xudoning abadiy hukmini kutishadimi? Bu odamlar Xudoning abadiy hukmini jiddiy baholashmayaptilar degani emas. Ular faqat hoziroq chaqmoq urib, gunohkorlarni kulga aylantirsin deb xohlashadi. Lekin aslida Xudoning adolat tizimida barcha narsa aniq va mukammal. Hech kim hech qanday holatda Xudoning jazosidan qutula olmaydi. Bu 100% juda jiddiy savol. Men bu masalaga keyinroq nazar solib, so'ngra aniqroq javob berishni istayman. Bilmadim, siz payqaganmisiz, lekin 14-zaburda Dovud kim seni muqaddas tog'ingga tura oladi deb so'raydi va u yolg'on gapirmaydigan, qo'shnisiga yomonlik qilmaydigan va do'stini obro'sizlantirmaydigan odam haqida gapirdi. Endi esa Zaburdan kalomning oxiriga, Vahiy 21-bobiga o'tamiz. U yerda qiziq bir jihat bor. Yangi Qudus haqida tasvir berganida, u yerga kimlar kira olmasligini 2 marta aytilgan. Men bu 2 oyatni o'qiyman. 8-oyatda shunday deyilgan: qo'rqoqlar, imonsizlar, ifloslar, qotillar, zinokorlar, sehrgarlar, butparastlar va barcha yolg'onchilarning ulushi yonib turgan oltin gugurt kulida bo'ladi. Keyin 27-oyatda shunday deyilgan: bu shaharga hech qanday nopok narsa va yolg'onga berilgan hech kim kirmaydi. Ko'p odamlar yolg'onni kichik gunoh deb hisoblashadi. Ularning fikricha jiddiy gunohlar qotillik, zino, o'g'irlik, lekin yolg'on bu shunchaki biroz buzib ko'rsatish, haqiqatni o'zgartirish yoki shaxsiy fikr bildirish xolos. Lekin natijada yolg'on paydo bo'ladi. Bu juda tez-tez sodir bo'ladi. Odamlar haqida noto'g'ri fikr shakllanadi, munosabatlar o'zgaradi va odamlar bilmagan holda yolg'on tarqatuvchiga aylanadi. Bu juda muhim, chunki abadiyatda yolg'onlik hech qanday shaklda yo'l qo'yilmaydi. Bu juda jiddiy masala. Bugungi kunga nazar tashlasak, yolg'onga berilgan odamlar, yolg'onni oson qabul qilib uni tarqatuvchilar, ular 2 katta muammoga duch kelishadi. Birinchi muammo Galatiklar maktubining 6-bobida. U yerda shunday deyilgan: agar biror kishi gunohga botsa, sizlar ruhiy jihatdan mustahkam bo'linglar. Uni yumshoqlik bilan to'g'ri yo'lga solinglar. Ammo o'zingiz ham vasvasaga tushib qolishingizdan ehtiyot bo'ling. Xudoni aldab bo'lmaydi. Kim nima eksa, shunga yarasha hosil oladi. Jismga ekkan kishi halokatni o'radi, ruhga ekkan kishi esa abadiy hayotni o'radi. G'iybat o'zi nima? Bu kimdir haqida salbiy ma'lumot. U kalomga mos yo'l bilan yetkazilmagan ma'lumotdir. Bunday holatda odam jismga ekmoqda. Qanday qilib? U o'ziga guruh tuzib, boshqalar haqida yomon gapirib, ularni kamsitib, o'zini ustidan qo'yadi. Yoki shunchaki qiziqarli ma'lumot tarqatishga ishtiyoqi bor. Chunki bu dahshatli yangilik va uni siz kimgadir aytasiz va u odam buni qiziqib, nahotki deydi va sizni bu holat qiziqtiradi. Chunki siz unda ishtirok etasiz. Lekin bu ishlar jazosiz qolmaydi. Jismiga ekkan albatta halokat o'radi. Men juda ko'p masihiy oilalarni bilaman. Ular jamoatdan chiqib, uchratgan boshqa birodarlarni, musiqachilarni, xizmatchilarni g'iybat qilishadi va keyin ularni farzandlari katta bo'lganida bular kimga o'xshaydi? Nima uchun ular jamoatga borish xohlamaydilar? Ular kimga o'xshagan? Ular hurmatini bilishmaydi. Bizni hurmat qilishmaydi deyshadi. Ular sizga o'xshagan.
Chunki siz butun hayotingiz davomida shu ish bilan shug'ullandingiz. Jismiga ekkan halokat o'radi. Va ishonchingiz komil bo'lsin shu hayotda, shu hayotni o'zida. Bu juda katta mavzu. U haqida juda ko'p gapirish mumkin. Va achinarlisi, odamlar shu tarzda jamoat ko'radilar. Hozirni o'zida guruh bo'lib yig'ilib nimadirlarni aytib bersangiz, hatto bu yaxshi g'oyalar bo'lsa ham, siz ularni Xudoga umid bog'lab, itoatkorlikda qilmasangiz, siz jismiga ekkansiz va bundan halokat o'rasiz. Siz qilayotgan ish barbod bo'lib, hech kimga kerak bo'lmaydi. Bu esa sizni hafsalangizni pir qiladi, jamoatni barbod qiladi, odamlarni xunob qiladi. Va yana bitta matn bor. Uni eslatmasam bo'lmaydi. Bu Filiplarga yozilgan maktub 4-bob. U yerda shunday deyilgan: G'iybatchilar hech qachon haqiqiy tinchlik va to'liq xursandchilikka ega bo'lmaydilar. Hech qachon bo'la olmaydilar. Bu yerda har doim Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Yana bir bor aytaman, shodlaning. Hammaga nisbatan muloyim bo'ling. Rabbimiz yaqinda keladi. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojlaringizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Keyin davom ettirib, shunda Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarni, yuraklaringizni va o'y-hayollaringizni qo'riqlaydi, deyilgan. Endi 8-oyatga qarang. Nihoyat, aka-ukalar, faqat haqiqatli, odilona, pokiza, muhabbatga loyiq va maqtovga sazovor narsalar haqida o'ylang. Demak, mana bu Xudoning tinchligi va u yolg'on, nohaqlik va adolatsizlik bilan birga bo'lish mumkin emas. Va hayotida shu narsalar bo'lgan inson Xudoning tinchligiga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun bu odamning savoliga javob berganda biz kutamiz. Biz bilamiz, jamoatda g'iybatchilar nazoratga olish kerakligini, ularni xizmatchilardan chetlashtirish kerakligini. Lekin bunday yo'l tutish oson emas. Chunki bu shunday yomon gunohki, uni barmoq bilan ko'rsatish kerak. Lekin Xudoni laqillatib bo'lmaydi. Ularning jazosi o'z vaqtida yetkaziladi va har doim aybdor bo'lganimizda shuni bilish kerakki, biz shunga yarashasini olamiz va buni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu juda xavfli gunoh. U sizni, oilangizni, jamoatingizni va atrofingizdagilarni barbod qiladi. Bu juda muhim savol. Xudo bizni bu narsadan asrasin. Agar siz bu gunohda yashayotgan bo'lsangiz, Xudoga iltijo qiling. Balkim siz buni bilmaysiz. Do'stlar, bugungi suhbatimiz shu yerda tugadi. Xudo hammamizni asrasin va baraka bersin.